Demak, atlas bilan aks haqida gaplashayotganda, atlasning asosiy xususiyatlari, demak, sanab o'tishimiz kerak. Dens, ya'ni jismni o'simta uchun yuzasi bor. Ichki tomonida, oldingi qismida ichki tomonida dens uchun yuza bor. Dens deganda biz mana bu ikkinchi bo'yin umurtqasida joylashgan o'simtani tushunishimiz kerak, jismni o'simta. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsanglar, bizda birinchi umurtqada tana yo'q, lekin u dens bilan bo'g'im hosil qiladi. Ya'ni shunaqa gipoteza mavjud, dens oldin o'sha rivojlanish paytida buni tanasi bo'lgan, keyinchalik ikkiga qo'shilib ketgan. Shuning uchun ham xullas shunaqa deb hisob qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bunda tanasi yo'q, shuning uchun ham dens bilan birga mana shu oldingi ichki yuzasi orqali. Va bunda ham oldingi, ham orqa tarafda tuberkullari bo'ladi. O'zi orqa tarafda tipik umurtqada bizda spinoz o'simtasi, ya'ni o'tkir o'simtasi bo'lishi kerak, lekin bu yerda faqatgina do'mboqcha bor. Oldingi qismida ham anterior tuberkul bor. Qolganlar uchun xos bo'lmagan. Bundan tashqari biz ikkita tarafda buni, ya'ni ichki oldingi yuzasidan tashqari ikkita tarafda ya'ni lateral yuzalari bor. Buni lateral mass deymiz. Lateral mass asosiy vazifasi bu ensa bilan birikadi, ya'ni birinchi bo'yin umurtqasi bo'lgani uchun kallaga tutashgan bo'ladi. Bu ensani do'mboqchalariga, buni kalla suyuqlarga gaplashamiz. Ensa bilan birikishini eslab qo'yish kerak. Ya'ni ensa bilan birikib, o'sha bo'yin bilan boshni bog'lab turadigan bo'g'im hisoblanadi. Demak, e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu bir bilan ikkini birikkan holat ko'rsatilgan. Mana pastda 2 turibdi, bu yerda 1. Ya'ni mana bu ikkini dens o'simtasi bilan biri ichki oldingi yuzasi birikib, ikkalasi o'rtasida bo'g'im hosil bo'ladi. Buni tepasida mana bu yerda ensa suyagi bilan birikadi bu ikkalasi. Mana shu ikkita lateral yuza hisobiga. Orqa tarafda ko'rishimiz mumkin. Mana bu ikkinchi bo'yin umurtqasi bizda tipikka o'xshab ketadi, chunki uni orqa tarafida spinoz o'simtasi bor, ikkitali. Bunda bo'ladigan bo'lsa, birinchisida bizda faqatgina do'mboqcha bor, posterior do'mboqcha. Endi ikkini yaxshilab gaplashadigan bo'lsa, ikkita demak dens jism o'simtasi bor ekan, undan tashqari ikkita lateral yuzasi bor. Bu orqali bir bilan yon tarafdan ham bo'g'im hosil qiladi. Endi mana bu ikkalasi kalla berilgan, birinchi va ikkinchi bo'yin umurtqasi qanaqa birlashishi. Demak, bizda dens o'simtasi birikib, bu yerda bo'g'im hosil qildi ikkalasi va densni mana shu birinchi bo'yin umurtqasiga va boshga mahkamlab turadigan bizda bir qancha ligamentlar bor. Mana bu oqlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi ligament. Demak, birinchisi apikal ligament. Apikal ligamentdan bosh bilan bog'lab turadi, ya'ni faqatgina o'sha densni uchidan o'tgan kalla suyagini mana shu o'rtasigacha, ya'ni ensa suyagini median qismigacha boradigan ligament hisoblanadi. Bundan tashqari bizda ikkita alar ligament, ya'ni qanotsimon ligamentlar bor. Mana qanotga o'xshaydi. Buni ham asosiy vazifasi densda mana bu dens ichki yuzasida mana shu ikkita alar ligament chiqadigan yuzalari bor, fasatlari bor. Mana shu ikkita yuza orqali chiqadi dens alar ligament va oksipital suyini medial yuzalarga birikadigan hisoblanadi. Ya'ni bu bosh harakatlarini qaysidir miqdorda cheklab turadigan ligament hisoblanadi. Bundan tashqari bizda ko'rishimiz mumkin mana bu ligament, krutsiform ligament bor. Krutsiform degani ya'ni xochsimon ligament. Bu ham densni boshqa suyak bilan mahkamlab turishda ishtirok etadi va bu shakli rostdan ham xochga o'xshaydigan ligament hisoblanadi. Demak, krutsiform ligament bor, alar ligament bor, apikal ligament bor. Shularni eslab qolishimiz kerak. Bularni yana alohida gaplashamiz. Endi tipik ko'krak umurtqasiga keladigan bo'lsa, tipik ko'krak umurtqasi biz bildik, unda o'zi bilan birikadigan yuzalar bor, ya'ni superior inferior artikular yuzalar bor. Bundan tashqari tanasida e'tibor bersanglar yuzasi bor, bu qovurg'alar uchun yuza hisoblanadi. Bundan tashqari transvers o'simtasida ham yuzasi bor, bu ham qovurg'alar birikishi uchun, ya'ni qovurg'alar bu yerga keladi. Qovurg'alar ikkita tarafdan birikadi, ham tanasiga, ham transvers o'simtasiga. Tanasiga boshi biriksa, transvers o'simtaga do'mboqchasi birikadi, tuberkuli. Endi lateral tarafdan ko'rganimizda ko'rishimiz mumkin, mana qovurg'alar bilan birikadigan joyi, ya'ni demifassit deyiladi, ya'ni yarim yuzasi, chunki masalan birinchi umurtqani pastki qismi va xuddi shunaqa umurtqa tepada ham bo'ladi. Uni mana bu yuqoriga umurtqani pastki yuzasi va pastki umurtqani yuqoriga yuzasi ikkalasi o'rtasida bunda dumaloq bo'g'im hosil bo'ladi, o'sha yerga qovurg'ani boshchasi kirib turadi. Endi biz superior tarafdan ko'rganimizda tanasini ko'rishimiz mumkin va transvers o'simtalari bor va spinoz o'simtasi bor. Shuni ko'rishimiz kerak. Bundan tashqari mamillar o'simtasi bor. Bu ko'krak umurtqasi uchun xos hisoblanadi. Mamillar ya'ni so'rg'ich o'simtasi. So'rg'ich o'simtasi e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu superior va inferior deb bo'ladi. Ya'ni superior bir-biridan bo'g'im hosil qiladigan yuzalarda joylashgan, o'shaning chetki qismida joylashgan mamillar, o'shani kengayishdan hosil bo'ladigan o'simta hisoblanadi. Mamillar protses ko'krak umurtqasi borligini eslab qolish kerak.
Endi bizda sakrum va kokseks haqida gaplashadigan bo'lsak, sakrumda ya'ni bilamiz 5 ta dumqaza suyaklarni qo'shilishdan hosil bo'lgan yagona suyak hisoblanadi va unda bizda oldingi va orqa tarafda foraminalar, ya'ni teshikchalari bor. Teshikchalari 4 ta hisoblanadi, 4 juft, ya'ni anterior sakral foramina bor, posterior sakral foramina bor mana bu yerda. Va bular asosiy vazifasi bu yerdan sakral nervlar kirib chiqishda ishtirok etadi. Bundan tashqari lateral tarafga e'tibor bergan bo'lsak, mana bu qismi bizda lumbar vertebra bilan birikadigan bo'lsa, yon tarafdagi yuzasi, ya'ni ikkita tarafdagi alar qismidagi alar yuzalari pelvik suyaklar bilan, ya'ni chanoq suyaklari bilan birikishda ishtirok etadi. Chunki bu o'sha sakrum orqali tana oyoq bilan birlashgan hisoblanadi. Yana ko'rishimiz mumkin bu yerda dum suyagini tepa qismida, ya'ni sakral bilan birikadigan mana bu qismda, sakralni pastki qismidan birikadigan bo'g'im yuzasida bizda kornollar, ya'ni shoxlari bor va mana bu yerda bo'g'im yuzasi bor va o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, faqatgina tanadan iborat, ya'ni buni o'simtalari yoki arkuslari bo'lmaydi, faqatgina tanadan iborat rudiment suyak hisoblanadi. Endi biz ko'rishimiz mumkin ya'ni rentgenda ko'rsatilgan S1 bilan, ya'ni atlas bilan aksis umurtqalarining rentgen tasviri. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu o'simta dens ajralib turibdi alohida va bundan tashqari S2 nima bu bo'g'im yuzasi bor edi, ya'ni S1 bilan bo'g'im hosil qiladigan ikkita yon tarafdan birikadigan bo'g'im yuzalari va yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa lateral mas bor S1 da mana bu yerda ko'rsatilgan. Lateral mas orqali tepadan bizda occipital suya bilan birikadigan qismi hisoblanadi lateral mas. Ya'ni occipital condyle tomoqcha bilan birikadigan qismi hisoblanadi lateral mas. Shuni ko'rishimiz mumkin. Dens alohida ajralib turganini ham e'tiborga olishimiz kerak. Endi intervertebral foramen, bu yozgina gaplashib ketdik. Qanaqa hosil bo'lishi haqida yana ozgina to'xtalaman. Intervertebral foramen bizda mana bu yuqori, masalan, qaysidir umurtqani qaysidir qismi, demak, umurtqani tepa umurtqa suyagi bor, pastki umurtqa suyagi bor deb ajratib olamiz, ya'ni superior. Ya'ni chunki ustma-ust joylashgan, hammasi inferior. Endi bizda superior umurtqa bor, superior umurtqani endi pastki o'ymasi bor va inferior umurtqani bizda tepa o'ymasi bor. Ya'ni superior notch bor, notch degani o'yma degani. Va yuqori umurtqani bizda inferior notch bor. Ya'ni notch o'yma. Mana shu ikkalasi birlashish hisobiga bizda o'rtada teshik hosil bo'ladi. Bu teshikning nomi bizda intervertebral foramen deyiladi. Ya'ni ikkita umurtqaning o'rtasida hosil bo'lganligi uchun intervertebral, teshik bo'lganligi uchun foramen. Bu yerdan spinal nerv chiqadi bizda. Shuni eslab qolishimiz kerak, demak, spinal nerv. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin, lumbar sohada o'zi odatda mana bu yerda umurtqalar bir-biri bilan ustma-ust tushadi, ya'ni orqa tarafdan bo'lib birlashib ketgan bo'ladi. Ko'p umurtqalarda, ya'ni toratsikda ham, servikalda ham o'zi dumg'aza shundoq birlashgan, lekin lumbar, ya'ni bel umurtqalarida bizda ozgina farqlanadi, ya'ni bular o'rtasida ozgina ochiq joy bo'ladi. Mana bular e'tibor bersanglar orqa tarafdan birlashib ketgan arkuslari, bu yerda bo'lsa mana shu ikkita laminaning o'rtasida, ya'ni arkusdan hosil qiladigan laminaning o'rtasida bo'shliq bo'ladi ozgina. Space degani bizda bo'shliq. Mana shu bo'shliq bo'lganligi hisobiga ham bizda mana shu sohadan, lumbar sohadan biz lumbar puncture qilamiz, ya'ni orqa miya suyuqligini olishda bularning o'rtasidagi masofa kengroq bo'lganligi uchun, ochiq joy kengroq bo'lganligi uchun bu yerdan ham orqa miya suyuqligi olishda foydalaniladi. Shuning uchun ham bu muhim hisoblanadi. Ya'ni lumbar vertebralarning bel umurtqalarining orasi boshqa umurtqalarga nisbatan ochiqligini eslab qolishingiz kerak. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu anomaliya o'sha. Anomaliya qanaqa? Lumbosakral sohada bizda miyomeningocele. O'zi bizda spina bifida degan anomaliya bor. Spina bifida. Spina bifidani bizda mana shu miyomeningocele turi bor, ya'ni bu og'ir formasi. Va bundan tashqari buni okkulta turi bor. Bu yengil formasi. Ya'ni spina bifida okkultada e'tibor beradigan bo'lsa, o'zi nima bo'ladi? Spina bifida degani, ya'ni orqa miya ochiq qolishi. Orqa miya nega ochiq qoladi? Chunki o'zi orqa miya odatda umurtqalar ichida joylashishi kerak. Umurtqalar hosil qilgan o'rtadagi teshikda
bo'shliqda joylashishi kerak. Agar umurtqalar to'liq yopilmasa, bizda orqa miya ochiq qoladi. Shunda bizda agar yengil formasi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni umurtqalar ozgina birlashmay qoladigan bo'lsa, ya'ni unchalik katta bo'lmagan, ya'ni miya chiqmaydigan darajada bo'ladigan yengil formasi bizda okkult deyiladi. Okkultda deyarli asimptomatik bo'ladi va ya'ni o'zgarishlar bo'lmaydi. Lekin bizda buni og'ir formasi bor. Og'ir formasi deganda bizda orqadagi mana bu tanasi deydigan bo'lsak, sxematik tasviri va bu arkuslari, mana shu arkuslar bir-biriga birlashmay qoladi. Ya'ni natijada ochilib qoladi va o'zi odatda mana bu bo'shliqda bizda orqa miya joylashishi kerak, lekin orqa miya mana bu yoq ochib bo'lganlik hisobiga bu yerga chiqadi. Bu yerga chiqishi bizda har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni miyani suyuqligi o'zi chiqishi mumkin yoki miya to'qimasi bilan birga chiqishi mumkin. Bu holatda e'tibor bersanglar, mana bu chegaralari, ya'ni birinchi meningalar chiqyapti. Meninga deganda orqa pardasi, ya'ni birinchi parda chiqqan, undan keyin ichida miyelo deganda, ya'ni meninga deganda pardani tushunishimiz kerak. Miya pardasi, miyelo deganda уже miya to'qimasi. Ya'ni sella deganda chiqishi o'sha narsani, ya'ni normal bo'lmagan, abnormal, patologik holatda chiqishi. Demak, miyelo meninga sellarda ham miya pardalari birgalikda chiqadi. Bu asosiy sababi umurtqalarning tanalari birlashmaganligi hisobiga, umurtqaning o'sha arkus qismlari to'liq birlashmaganligi hisobiga. Bu spina bifidani og'ir formasi hisoblanadi. Ya'ni e'tibotda lumbosakral regionda umurtqalar yoyi va o'tkir o'simtalar yo'q. Shuning hisobiga mana bu soha ochib qolgan va miya to'qimasi bilan birgalikda chiqqan. Bu yerda har xil o'zgarishlar lumbosakral bo'lganligi uchun, masalan, oyoqdagi nervlar ta'minlashi buzilishi mumkin. Bundan tashqari, ichki chanoq organlari, masalan, qovoqlarni bo'shashishda muammo bo'lishi mumkin. Agar bizda meningani, ya'ni pardalarning o'zi chiqadigan bo'lsa, ya'ni miya to'qimasi chiqmaydigan bo'lsa, u bizda sal xavfsizroq hisoblanadi, lekin bu formasi xavfli hisoblanadi. Endi bu yerda rasmda ko'rishimiz mumkin, skolioz ko'rsatilgan. Skolioz deganda biz tushunishimiz kerak, umurtqa pog'onasi o'z normal holat tekis, mana bu o'qda tekis joylashishi kerak. O'ngga yoki chapga og'ishi bu o'zida skolioz holati hisoblanadi. Bu yerda og'ir skolioz, ya'ni o'ng tarafga keskin og'ganligi ko'rsatilgan, ya'ni estimal shaklda bo'lyapti. Buni asosiy sababi umurtqalar bir-biriga ustma-ust tushayotganda bir-biriga to'g'ri-to'g'ri tushmasligi asosiy sabab hisoblanadi. Bundan tashqari, atrofidagi mushaklarda har xil o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, distrofik o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, mushaklar to'g'ri rivojlanmaganligi hisobiga umurtqalar ham yaxshi rivojlanmaydi. Shuning hisobiga ham skolioz kelib chiqishi mumkin.